Allo, assalomu alaykum. Assalomu Floraxon opajonimiz bilan bog'landimmi? Ha, Opajonim yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? yaxshi, rahmat. Bugungi kun shukuhi, kayfiyatlaringiz hamisha yaxshi bo'ling opajonim. Sizni bezovta qilmagan bo'lsam, birozgina vaqtingizni olsam maylimi opajon? Mayli. Rahmat, minnatdorman. Opajon, bugun bilishimiz bo'yicha tavallud ayyomini nishonlayotgan aziz insonlardan biri ekansiz-a? Ha, Tan joningiz salomat bo'lsin. Sizni bir kun vaqtli bezovta qilyapmiz ekan unda. Opajonim, nima deb o'ylaysiz? Avvalambor sizni bugungi ayyomingiz bilan, tavallud topgan shukronalik kuningiz bilan chin yuragimdan tabriklayman. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxti uchun hamisha salomat bo'ling opajon. rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Onajon, sizni yaqinlarimga tabriklarim loyihasining boshlovchisi bezovta qilyapti va shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat etmoqchiman, ijozat bersangiz. Xo'p, Loyihamizga siz uchun tabriknoma yo'llayotgan, sizni xursand qilmoqchi bo'lgan, sizni biz orqali tabriklayotgan yaqin insoningiz nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishlari mumkin opajon? bilmadim. Yo'llaydi, bilmadim. Singlim bor. Bittagina. Qizim bilan tennisda keladi. Kim deysiz? Singlim yoki qizimmi? Opajon, albatta judayam to'g'ri topdingiz. Joningiz salomat bo'lsin. Joningizdan da aziz ko'rgan mehriboningiz, o'zingiz kabi shubhasiz judayam go'zal bo'lgan qizalog'ingiz Gavharxon opa sizni ayyomingiz bilan qutlamoqda. Qolaversa turmush o'rtog'ingiz, olis yurtlardagi masofa uzoq ammo ko'ngil yaqin bo'lgan insonlaringiz Farhodjon aka hamda Begzodjon aka. Bunyodjon aka, ya'ni sizni farzandlaringiz va nabiralaringiz Rayhona, Shahloxon, Elnurbek hamda Zahroxonlar ham dil so'zlariga qo'shilishgan holda sizni tabriklashmoqda opajon. Opajon, ovozingiz biram uzoqdan kelyapti. Sizni eshitish biroz qiyin bo'lyapti. Ko'chada edim. Inshaalloh bugun necha yoshni qarshi olmoqdasiz? 50. 50 yoshni deysizmi? Ha, 50 chekdim. Voy mashalloh, ovozlaringiz xuddi 20 yoshli qiznikiga o'xshaydi-ya. Rahmat. Tanjoni salomat bo'lsin. Mayli necha yoshni qarshi olsangiz ham hamisha salomat bo'ling. Ijozat bersangiz opajon, farzandlaringiz, ya'ni qizalog'ingizni chiroyli tabriknomalari bor ekan, ruxsat bersangiz uni o'qib eshittirardim sizga. Xo'p. Minnatdorman. Assalomu alaykum jonimdan da aziz ko'rganim, nur yuzligim, shirin so'zligim, qalbi quyoshligim, barchadan a'lo, hammadan aziza ko'rganim, mehri daryoyim, munisi mo'tabarim, xokisorim meni, chiroyligim onajonim. Shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak volidam, umringiz uzoq bo'lsin, hamisha o'zingiz yonimizda doimo sog' salomat bo'ling. Qalbingizdagi, dilingizdagi barcha orzu niyatlaringiz ro'yobini ko'ring ilohim. Onajon, siz bizni quyoshimiz, oyimiz, qishdan keyin keladigan bahorimiz, jonu jahonimiz, ikki ko'zimizning quvonchi o'zingizsiz onajonim. Allohim sizdan rozi bo'lsin ilohim. Sizni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Farzandlaringizni kamolotga yetkazish, o'stirish yo'lidagi chekkan zahmatlaringiz, qilgan mehnatlaringizni, dadajonim bilan birgalikda o'tkazgan sinovlaringiz, to'siqlaringizni barchasini, ketkazgan sog'ligingiz, bedor o'tkazgan tunlaringiz, onajon hammasining ajru mukofotini Allohim sizga ziyodasi bilan bersin ilohim. Onajon, sizdan jannat qarzimiz bor bizni. Inshaalloh nasib etib orzularingizni ro'yobga chiqarib bir kuni qo'llaringizdan tutib sizni Madina tomon olib bormoqlik, jannatlarda sizni va dadajonimni boshlariga nuru gavharlardan tojlar kiydirmoqlik baxti nasib etsin biz farzandlaringiz
gaplaringizga. Onajon, juda ham qattiq yaxshi ko'raman sizni. Hayotimizdagi, oilamizdagi o'rningizni zinhor hech kim bilan qiyoslab bo'lmaydi. Borligingizni o'zi biz uchun baxt, biz uchun saodat. Onajonim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz volidam. Hayotimizning tirgagi, oilamizning ustunisiz, darddoshim, sirdoshimsiz. Boringizga shukr. Ona, diydoringiz naqadar yaxshi. Ona, so'zlaringiz biram yoqimli, mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizlar baxtliman, juda ham baxtli. G'am emas, erishib bo'lmas orzular. Meni sevmasalar qilmaydi alam, dilimni cho'ktira olmaydi bular. Axir mehribonim, yonimda onam. Men qancha qilsam ham xizmatingizni. Qarzimni uzmoqqa yetmas hayotim, adog'i ko'rinmas himmatingizni. Siz mening borlig'im, siz hayotim, mehribonim onajonim deya qizalog'ingizni dil so'zlari shu yerda o'z nihoyasiga yetgan ekan. Yana bir bor opajon, sizni ayyomingiz bilan ijodiy jamoamiz nomidan ham tabriklab qolamiz. Oila qo'rg'oningiz mustahkam bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham shularga omad, Xudo kuch-quvvat bersin. Har doim hammani asrasin. Meni farzandlarimni ham, hamma sizlarni ham Alloh asrasin. Sizlarga rivoj bersin. Ilohim aytganlaringiz kelsin. Barcha ezgu niyatlaringiz hamisha o'zingizga ham hamrohlik qilsin. Vaqtingizni ajratganingiz uchun sizga rahmat opajon. Rahmat, sog' bo'ling, sizlarga kattakon rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin aziz vatandoshim. Samimiy suhbat uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, sizlarga rahmat kattakon. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman.
jonu jahonim mening, gulu rayhonim